Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video lavhamizda Leica TS03 va Leica TS07 taxiometrlarning asosiy farqlarini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, taxiometrlarning hajmi jihatdan bir xil, ammo TS03 taxiometr panel yuzasi yashil rang va TS07 taxiometr panel yuzasi to'q kumush rang. Texnik xususiyatlarga to'xtalib o'tsak, TS03 taxiometri displeyi qoroq bo'ladi va sensorga ega bo'lmaydi. Undan tashqari paneldagi tugmachalar yoritilmaydi. TS07 taxiometrga o'tsak, ko'rib turganingizdek, displey rangli va sensorga ega. Undan tashqari panel tugmalari yoritiladi. Bir ma'lumotni ta'kidlab o'tish kerakki, biz BNZ Industries Support korxonasi Leica Gaz Systems O'zbekiston rasmiy vakili bo'lib, faqatgina bizdan xarid qilingan TS03 taxiometrlarda tayanch yoy, ya'ni baza va duga funksiyasi ochiq va undan tashqari o'zbek va turk tillari mavjud.